Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Bugungi sanamiz 17-may. Hafta kuniga shanba 2025-yil. Biz Jizzax viloyati Zomin tumanida o'zimizning mini fermamizda mana shu rossiyskiy qo'noqchilar sotiladi, hurmatli aka-ukalar. 1,5 yoshar. Sifatda qo'qadan qochgan. Bir oy bo'lgan qochganligi. Mana janob oldi orqalari korpuslari juda kelishgan. Mol qo'laman degan ukalarimizga ko'ra tavsiya qilib qolamiz. Yedishda tanijoni sog'lom. Mana jonivor. Hop, buni bo'y bastlariga kelsak, oldi 1.35, orqasi 1.40 dan baland. Mana jonivor. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu molimiz sotiladi. Mana kelib bemalol yedishda sog'lom tekshirib, sinab ko'rib olaverasizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 26,5 million. Azroq xayrini qilib beramiz. Korpuslari juda kelishgan. Buzoq qidirgan ko'kalarimizga mana shu buzoqchamiz ham sotiladi. Rossiyskiy. 15 kunlik bo'ldi. To'ygan, tani joni sog'lom. Yedishlari zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu rossiyskiy buqachamiz ham sotiladi. 15 kunlik. Kalladan qaraylar. Mana jonivor. Maşallah. Mana shu buzoqchamiz ham sotiladi 15 kunlik. Xo'p, bu narxi 9,5 million.